Andijonlik akalarimiz ham do'koni bitdi. Bu 7 ga 4 o'lchamda qilindi. Chiroyli do'kon bo'lgan, sifatli do'kon bo'lgan. Farg'onadagi ofisimizda, ishxonamizda tayyorlandi bu. Attirkasi dekor plast, devori patologiya, poli milonum qilingan. Pol taxta qilingan, tagida utilitellari bor. Devorini utiliteli 3 qavat steklota penoplast falga elektromontajlar qilingan. Har bitta tochka uchun alohida tortiladi. Juda ham chiroyli qilingan, atkoslari tekkizda qaranglar. Devorning qalinligi 15, 16, 17 sm atrofida. Do'konga baho beringlar, qanaqa yaxshi, yomon, chiroyli, xunuk, tekis. Juda ham e'tiborli ishlanadi. Xudo xolasa mana shu do'konlar 60-70 yil xizmat qiladi. Tepaga keyinchalik naves qilish uchun, bunday qilib 2 metr, 3 metr chiqarish uchun temir qo'yamiz. Bunga shivelerni solib turib, ya'ni profilni tiqib turib navesini davom ettiraveradi. Bunaqa svarka qilish shart emas, tomni ochish, yopish shart emas. Ko'chma do'konlar masalasida aloqaga chiqib ko'rasizlar. Farg'onada, Samarqandda filiallarimiz bor. Narxi 70 million so'm mana shu.